bir xonali uy bermaydigan narxga men sizlarga 2 xonali yetmaganiga novostroyka bo'lgan uyimizni topib qo'ydim. Ko'rishingiz mumkin, bu uyga kirib kelganimizda перехожный qismi bo'ladi. Bizlar mana shunaqangi 4 ta eshik kutib oladi. Bu yoq esa kirib kelish eshigimiz bo'ladi. Novostroykadan kirganimizda chap tomonda oshxonasi joylashgan. Do'q konturli kotyorlari bor, gazlashtirilgan, isitish radiatorlari o'rnatilgan. Yonida esa birinchi xonamiz joylashgan. Manzilni shu yerdan aytib o'tib ketaman. Bu yerda sharsharaga yetmasdan Hamrobobo to'yxonasini orqasida joylashgan domlardan hisoblanadi. 5 etajli domimizda 5-etaji 2 xonali bo'lgan domimizda. Bu esa ikkinchi xonasi bo'ladi. Bu yerda oldin konsertlar o'rnatilgan ekan, egalari olib ketishgan ekan. Ko'rpa to'shaklarni olib ketishadi. Buni bu mebellari qoladi. Bu esa sanuzal qismi. Kirmoshina o'rnatilgan ekan oldin, kirmoshinalarni olib ketishgan ekan. Svet, gaz, suvdan problemasi yo'q. Muhimi gazlashtirilgan. Hozir bilasizlar, novostroykani ko'plari gazlashtirilmagan bo'lyapti. Uyimizning narxi 280 million so'm. Ozgina o'tib beriladigan joyi bor. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastda raqamni qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqishinglar mumkin.